Assalomu alaykum barchaga. Sizlar ko'rib turgan bu ekrandagi vebsayt Google Scholar profile, ya'ni o'sha Google Scholar'dagi profilim, ya'ni bu yerdagi asosiy ko'rayotganingiz mana ismim, familiyam, universitet, shu bilan birga chiqargan maqolalarim. O'sha misol uchun maqola 1, maqola 2, maqola 3 necha marta iqtibos keltirilgan, qachon chiqqan, ya'ni maqola chiqarilgan yili, shu kungacha necha marta iqtibos keltirilgan, yana boshqa maqola 2010-yilda chiqqan. Ko'rasizlarmi, qaysi biridan ko'proq iqtibos keltirilgan bo'lsa, o'sha maqola eng birinchi tepasida turibdi. Endi bundoq pastiga tushsangiz, uje book reviewlar, endi buni book reviewlar yoki kitoblar chiqqanda, odatda kitoblar, keyin book review unaqa ko'p iqtibos keltirishmaydi. Asosan haqiqiy qilingan ilmiy tadqiqotlardan ko'p iqtibos keltirishadi. Endi ko'rasizlar, men buni qarab turaman o'zim ham, qiziqdi. Misol uchun qarang, 21-yilda 37 marta iqtibos keltirilgan, qilgan maqolalarimni 2022-yilda bo'lsa 72 marta iqtibos keltirilgan, 23-yilda 84 marta, o'sha 24-yilda pastga qarab tushyapman, qarang. 25-yilda o'sha 73 ta, bundoq pastga qarab ketyapman. Hozir 26-yilda 3 dona, endi yil endi boshlandi-ku. Shunaqa gaplar, ya'ni xo'sh, men bu pasayib ketyapti. Endi yana bitta tekshirib turadigan joyim Scopus. Scopusda ham qarab turaman. Buniki menga ko'proq yoqadi, chunki bu aniqroq. Ko'ryapsizmi, H-index Scopusda 6 da, Google Scholar profilda bo'lsa 11. Nazarimda Google profilda ko'proq bo'rttiriladi-da, chunki har qayoqdan olib kelsa kerak-da ismlarni, iqtiboslarni. Scopus menga ko'proq yoqadi, chunki aynan Scopus platformasida ro'yxatdan o'tgan jurnallardan sizni maqolalaringizga iqtibos keltirishsa, keyin Scopus ko'rsatadi-da. Shuning uchun ham raqamlar 2 barobar pastda. Shu endi shu mana shu pasayib ketyapman sekin-sekin. Nima qilishim kerak endi? Bitta yo'li hamkasblarimga chiqishim kerak-da, "Hey, meni maqolalarimdan ko'proq iqtibos keltiringlar, chunki mana bu profilim tushib ketyapti" deyishim kerak. Lekin bu noinsofsizlik, ya'ni insofga mos kelmaydi, ya'ni akademik ilm tadqiqot qiladigan odamga yarashmaydi bu narsa. Yoki yana bitta yo'li shogirdlarimga chiqishim kerak. Shogirdlarimga chiqib, "Hey, mana bu H-indeksim pasayib ketyapti, Google profilim pasayib ketyapti meni yildan yilga. Meni ishlarimdan iqtibos keltiringlar, qani duo qilaman" deyishim kerak. Bu ham insofga to'g'ri kelmaydi. Chunki organik ravishda odamlar sizni ishingizni topib, o'qib, keyin iqtibos keltirishingiz kerak-da. Chunki mana bu yerda misol uchun ko'rayotganinglar, men hech birovga aytmaganman, borib iqtibos keltiringlar deb. Ba'zida o'zim ishlarimdan iqtibos keltirib turaman, agar o'rinli bo'lsa. Lekin shunda ham o'sha anaqa editorial board deymiz-ku, bizda chiqarayotgan jurnallar peer reviewed bo'lganiga, ya'ni chig'iriqdan o'tkazib kelgan maqolalarimizni chiqarishganiga, o'sha yerdagilar aytishadi, "Hey, o'zingdan qo'shibsan, lekin bu not related, ya'ni bog'liq emas unga", yoki o'zlarining ishlarini aytishadi. "Men bitta mana bunaqa ish qilganmiz, qarab ko'rgin" deb, ya'ni sayt qilgin, iqtibos keltirgin emas, qarab ko'rgin degan ma'noda-da. Lekin juda kam bo'ladi. Juda ham kam bo'ladi. Anyway, shu endi yana bitta yo'li bor. Uchinchi yo'li, ilmiy tadqiqot qilaman. Ko'proq ilmiy tadqiqot qilaman. O'shanda odamlar agar ta'sir doirasi muhim bo'lgan ilmiy tadqiqotlar qilsam, odamlar mendan ish qilgan ishlarimdan iqtibos keltirishadi, H-index o'z-o'zidan oshadi. H-index o'zi nima? Men tushunishim bo'yicha, agar noto'g'ri gapirsam izohlarda qoldiringlar. Tushunishim bo'yicha o'sha sizni qilayotgan akademik maqolalaringiz qanchalik ta'siri o'sha soha bo'yicha katta. Qanchalik sizdan ko'proq iqtibos keltirishsa, shuncha H-index oshadi. Men shuni tushundim. Endi ba'zilarda bo'ladi-da, misol uchun hech tushunmayman-da, qarang. Men bu ishimizdan faxrlanaman-da. Men bitta qaysi edi? Mana English podcast for school children and their vocabulary demands. Ya'ni ingliz tilida maktab o'quvchilari uchun chiqarilgan podkastlar hamda ularni tushunish uchun bolajonlar qancha so'z bilishlari kerak. O'zimning shogirdim Emily Casaleto, hamkasbimiz Irina Karimova hamda men chiqarganmiz. Juda ham nufuzli jurnalda Applied Corpus Linguistics, o'zingizlar qarasanglar bo'ladi. Nufuzini juda ham faxrlanaman shu o'qiganimizdan. 2024-yilda chiqib 2 yil bo'ldi. Hali hech kim iqtibos keltirmadi-da. Men juda ham hayronman-da, nimaga? Metodikamizda xatolik ketdimikin-da? Bo'lmasa experimental ish, ya'ni ko'p mehnat qildik. Chig'iriqdan o'tkazib, sohani biladigan korpus lingvistlar ishimizni qarab, shuni xullas kelib o'tkazishdi-da. Maqola qilib chiqardik. Lekin iqtibos keltirishmagan. Endi yana bitta men faxrlanadigan narsa, 24-yili mana Gulbahor Mamadiyeva bilan New Uzbekistan University hamkasbimiz bilan book review, kitob taqrizini qildik. Juda ham zo'r kitob. Xullas kalom, undan
уже odatda kitob tahrizidan iqtibos keltirishmaydi. Bilmadim, kimgadir yoqib qolgan bo'lsa kerak kitob tahrizimiz. Undan уже iqtibos keltirishganda bitta. Ya'ni experimental researchdan iqtibos keltirilmagan, book reviewdan iqtibos keltirilgan. Bir xillarda tushunmayman-da, lekin baribir nima bo'lganda ham baribir o'sha ilm fan qilishda davom etishimiz kerak, aktual muammolarni ko'tarishda davom etishimiz kerak. O'zi bir narsani o'zimni miyamga qo'yishim kerak. Shu bilan birga men bilan ishlaydigan hamkasblarimga ham iltimos qilardim. Sizni maqsadingiz Amerika, Britaniya, Rossiya, Yevropa, Xitoydagi hamkasblardan katta ta'sirot qoldirish emas. Bizning maqsadimiz o'zimiz yashab turgan joydagi muammolarga yechim topish. Ilmiy, ommabop, sistematik, tizimli ravishda o'sha muammolarni aniqlab, o'sha muammolarga yechim topdik degani, ilmiy tadqiqot qildik degani. Ya'ni odamlar o'shandan bahramand bo'ladi degani. O'shana qilsangiz, ya'ni balkim u sizni H-indeksni ham oshirmas. Balkim sizni Yevropa tan olmas, Amerika tan olmas yoki Xitoy tan olmas. Lekin zato deymiz-ku, xalqning muammosini yecha oldingiz. Men o'ylayman, ilm tadqiqotda go'zal tomoni ham shunda deb o'ylayman. Aldasak nima bo'ladi? Mana bunaqa katta aldab sun'iy yo'l bilan citationlarimizni, H-indekslarimizni oshirsa nima bo'ladi? Sardoba muammosi bo'ladi. Nima bo'ladi? Havo zaharlanish muammosi bo'ladi. Nima bo'ladi? Oilalar ajrashib ketadi. Nima bo'ladi? Anta birov nima deydi, jarrohlik operatsiyasiga yotaman deb o'liga qaytib keladi. Hamma o'sha muammolar ilmsizlikdan deb o'ylayman. Shuning uchun ham iltimos, ilm fan sohasini avvalambor ilmga qiziqmaysizmi, ilm qilmang. Avvalambor-da. Qiziqasizmi? Demak, aktual muammolarni olib chiqishga, o'rganishga harakat qilaylik. Sun'iy yo'l bilan unaqa H-indeksimizni oshirish yoki ko'proq iqtibos olish, menimcha noto'g'ri yo'l bo'lsa kerak deb o'ylayman. Agar yana buni yechimlari bo'lsa aytinglar, lekin sun'iy yo'l bilan H-indeksimizni oshirish, shunaqa qilib obro' olish, menimcha bu dinimizga ham, millatimizga ham, aniq fanlarga ham menimcha to'g'ri kelmasa kerak. Hammamizda ilm qilishda Alloh to'g'ri yo'l ko'rsatsin, hammamizga Alloh insof bersin. Ushbu video foydali bo'ladi deb umid qilaman. Xayr.